Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Jetbot dasturini o'rnatish hamda undan foydalanishni o'rganamiz. O'zi umuman Jetbot nima uchun kerak? JetCafe dasturida bajarilayotgan amaliyotlar, shuningdek kassa hisoboti, amalga oshirilgan to'lovlar, aplata qilingan paytdagi chiqarilgan cheklar miqdori bo'yicha masofadan turib doimiy ravishda xabardor bo'lish uchun mo'ljallangan qo'shimcha dastur. Undan foydalanish uchun dastlab dasturni jetpost.app saytidan yuklab olish kerak bo'ladi. Dastlab bu yerdan ko'chirib olish tugmasini bosamiz. Dasturni yuklash boshlandi. Dastur yuklangandan so'ng uni ochamiz. Bu yerdan More infoni bosib, Run Anyway tugmasi bosiladi. Tayinni bosamiz. Polniy rejimiga o'tkazamiz. Ustavitni bosamiz. Dastur o'rnatildi. Gatovo tugmasini bosib chiqib ketamiz. Endi esa pastdagi qo'shimcha dastur ham yuklab olinadi. Dastur yuklandi. Endi uni ham ochib o'rnatib olamiz. Install tugmasini bosamiz. Dastur o'rnatildi. Jetbotdan foydalanish uchun bizda alohida Telegram bot yaratilgan bo'lishi kerak. Buning uchun yangi botni Botphaser Telegram boti orqali yaratib olish kerak bo'ladi. Menyuni bosib, New botni bosamiz hamda bu yerdan yangi botimizni nomini kiritamiz. Endi esa uning username kiritiladi. So'ng uning tokenidan nusxa olinadi. So'ngra o'rnatilgan Jetbot dasturiga o'tiladi. Endi esa bu yerdagi sozlamalar bo'limidan tokenga o'tiladi hamda bu yerga oldinroq yaratilgan botning nusxalangan tokeni joylashtiriladi. So'ngra database ga o'tiladi hamda product qismiga JetCafe belgilanadi. Shuningdek, database qismiga ham JetCafe belgilab qo'yiladi. Sinov tugmasi bosiladi. So'ngra saqlash tugmasi bosiladi. Endi esa doimiy servisga o'tib, u o'rnatib olinadi. Endi esa obunachilar bo'limiga o'tiladi hamda bu yerdan yangi obunachi qo'shib olinadi. Ochilgan oynada 4 xonali kod hamda biz tokeni joylashtirilgan botning username paydo bo'ldi. Endi esa mana shu 4 xonali kodni mana shu botga yuborishimiz kerak bo'ladi. Kod botga yuborilgandan so'ng dasturda ushbu oyna ochiladi hamda bu yerdagi barcha amallarga ruxsat berib chiqiladi. Shuningdek, pastdagi barchasini belgilash tugmasi orqali ham buni amalga oshirish mumkin. So'ngra saqlash tugmasi bosiladi. Yangi obunachi qo'shildi. Bu oynadan chiqqandan so'ng ishla tugmasi bosiladi. Ko'rib turganingizdek, botga xabarlar kelmoqda. Birinchi xabar botning yonganligi, ya'ni ishga tushirilganligi to'g'risidagi bo'lsa, ikkinchi xabarda obunachi qo'shilganidan so'ng uning raqami keltirib o'tilgan. Endi esa botdan foydalanib ko'ramiz. Misol uchun statusni bosamiz. Statusni bosgandan so'ng keladigan xabarda bizning obunamiz qachongacha amal qilishi, shuningdek obuna raqamimiz keltirib o'tilgan bo'ladi. Endi esa JetCafe dasturiga kirib, turli xil savdolarni amalga oshiramiz. Dastlab smena ochilmagan bo'lsa, uni ochib olamiz. So'ngra savdoni amalga oshiramiz. Endi Telegram botga qaytamiz hamda kassaviy отчет tugmasini bosamiz. Shunda quyidagicha xabar keladi. Ko'rib turganingizdek, boya qabul qilingan zakazlar bo'yicha ham xabarlar keldi. Bu yerdagi birinchi xabarga ko'ra, mavjud kassa hamda uning hozirgi holati, ya'ni ochiqlik yoki yopiqligi keltirib o'tilgan. Shuningdek, pastda smenaning qachon ochilganligi va undan so'ng to'lovlar haqidagi ma'lumotlar, qancha to'lov amalga oshirilgan
qancha prixod qilingan, qancha rasxod qilingan va kassadagi umumiy summa keltirib o'tilgan. Shuningdek, qabul qilib aplata qilingan zakazlar bo'yicha cheklar soni ham keltirib o'tilgan. Ko'rib turganingizdek, keyingi xabarlarda zakaz ma'lumotlari keltirib o'tilgan. Unga ko'ra zakazning tartib raqami, qaysi kassa orqali aplata qilinganligi hamda qaysi stolda zakaz qilinganligi va unga qaysi ofitsiant xizmat ko'rsatganligi hamda ushbu zakaz bo'yicha summa, obslujivaniya miqdori va umumiy summa keltirib o'tilmoqda. Xabarning oxirida esa mana shu zakaz tarkibidagi taomlarning umumiy ro'yxati va ularning miqdori keltirib o'tilgan bo'ladi. Aynan shu kabi ma'lumotlar boshqa zakazlar bo'yicha ham tegishli ravishda keltirib o'tilgan bo'ladi. Bu yerda shuningdek rezervniy kopiya baza данных funksiyasi ham mavjud. Ushbu funksiyadan foydalanilganda bot bizga dasturdagi mavjud bazaning nusxasini jo'natadi. Bu bizga nima uchun kerak bo'ladi? Ma'lum bir sabablarga ko'ra kompyuter kuyib qolishi yoki bo'lmasa turli xil nosozliklar sabab dastur yoki undagi baza o'chib ketib qoladigan bo'lsa, o'zimizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni dasturga qayta kiritishga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Bunday holatda aynan mana shu rezervniy kopiyadan foydalangan holda oxirgi saqlangan bazani tezda qayta tiklashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu tugma bosilgan vaqt saqlab qolinadi va bot iloji boricha har kuni aynan mana shu vaqtda rezervniy kopiyani jo'natishga harakat qiladi. Agar bu amalga oshmay qolsa, o'zimiz buni qo'lda amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Endi esa kun davomida savdo amalga oshirilgandan so'ng JetCafe dasturidan smenani yopib olamiz. So'ngra bu yerdan kassava отчетni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, kassa 1 zakrit etib ko'rsatilmoqda, chunki smena yopilgan. Mabodo oldinroq belgilangan amallarda xatolik bo'lganda, ularni o'zgartirish quyidagicha amalga oshiriladi. Buning uchun bu yerdan dastlab to'xta tugmasini bosamiz. Bu orada JetBot o'chdi degan xabar bot orqali jo'natiladi va bunda obunachilar bo'limiga o'tib, mavjud obunachi belgilanadi hamda tahrirlash tugmasi bosiladi. Bizda barcha amallar uchun ruxsatlar belgilangan. Agar shulardan birortasiga ruxsat berilmagan bo'lsa, u belgilab qo'yilishi zarur. So'ngra saqlash tugmasi bosib qo'yiladi. Shuningdek, ma'lum bir sababga ko'ra obunachi o'chirilishi kerak bo'lsa, shu oynada u belgilab olinadi hamda o'chirish tugmasi bosiladi hamda bu yerdan yes tugmasi bosiladi. Endi esa ishlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bot orqali JetBot yondi degan xabar keldi. Shu tariqa JetBot dasturidan foydalanish mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.